Siz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nimaga keldingiz? Maska necha marta tushuntiraman kelmang deb. Qo'y endi jahling chiqmasin. Nimaga jahlim chiqmaydi? Bugun nechinchi sana? 10-chislov. Har 10 bo'lishi bilan uyimga kelasiz. Nogironlik nafaqani oldim deguncha men oldimga kelasiz. To'ppa-to'g'ri. Aka, iltimos, o'zingiz uchun yashang. Axir bu bolalaringiz rizqi-yu. Meni ham o'ylang. Axir qo'ni-qo'shni oldida sharmanda bo'laman. Akasini nogironlik nafaqasini yeyapti degan gap so'z yuribdi, nimaga tushunmaysiz? Bo'ldi-da endi. Kelmang. Sinem. Ota-onamiz o'tgandan keyin ham onam, ham mehribon opam, ham singlim bo'lding. Joy kelganda otam kabi to'g'ri yo'l ko'rsatding. Bu dunyoda yakka-yu yolg'iz jigarim bo'lsang, sendan boshqa yo'qlaydigan hech kimim yo'q, singlim. Ertaga ota-onam oldiga borganimda bu dunyoda yolg'iz singling bor edi. Uni yo'qladingmi? Haqqini ado qildingmi deysa, men nima deb javob beraman, singlim? Aka, sizga tushuntira olmas ekanman. Axir o'zingiz ham o'ylang. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Mana ko'rasan, hali hammasi yaxshi bo'ladi. Hali sog'ayib oyoqqa turib ketaman. Ba'zi bir sog'lom insonlar kabi beoqibatlikni o'rganaman, singlim. Hozircha sen meni tushunib tur. Aka, siz baribir meni tushunmas ekansiz.